Assalomu alaykum Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizimsiz? Rahmat, Allohga shukr. Shuhrat aka, shu Cobalt avtomobillarini radiatorlari qanaqa hollarda tez buziladi? Cobalt avtomobillarini radiatorlari ko'pincha antifrizlarimizning sifatsizligi, qo'pol qo'yayotganda sexlardan chiqayotgan okislenniy antifrizga qo'yilgan paytda radiatori yemirilish hisobiga ishdan chiqadi va radiatorni sovutish sistemasidagi ventilyatori ishlamay qolishi oqibatida va tashqaridan bo'ladigan udar, biror bir to'qnashuvmi yoki biror bir ko'chada itlarmi, bitta mushukni urib yuborganingizda kirib ketadigan o'sha radiatorga tashqi ta'siri bo'lgan paytda radiator ketishi mumkin. Qolgan payt radiatorga jiddiy o'zi sovutish sistemasida bir ta'sir ko'rsatadigan omillar o'zi yo'q. Bu bitta Cobalt mashinasiga emas, bu qolgan avtomobillarga ham tegishli. Masalan, Gentra'dan tortib o'sha Matizgacha antifrizimizning yomonligi sifatsizligi oqibatida radiatorimizda nosozlik kelib chiqadi, chirish. O'shaning uchun maslahatim radiator qo'yayotgan paytingizda kafolatlangan yaxshi radiatorlarni qo'yishni maslahat beraman va albatta eng yaxshi antifrizdan qo'yishinglarni maslahat beraman. Ana o'shanda radiatoringlar yurishi anaqasi umri uzoq bo'ladi va albatta radiatorni sovutish sistemasidagi ventilyatsiyani muntazam ravishda ishlab turishini ta'minlab turadigan o'sha predahranitli bormi, motorchiga bormi, shularga e'tiborli bo'lib turishinglarni va ko'chada albatta ehtiyot bo'lib, radiatorga tashqi ta'sir ko'rsatadigan narsalardan ehtiyot bo'lishinglarni tavsiya qilamiz. Shu o'rinda hozir biz qo'yayotgan radiatorlarimizni Loser kompaniyasiga tegishli bo'lgan radiatorlar, kafolati 2 yil bo'lgan radiatorni ko'pchilikka qo'yib beryapmiz, maslahat beryapmiz. Bu avtomobil ishqibozlariga ham, haydovchilarga ham va ustalarga ham maslahat berayotganimiz shu. Chunki hozir bozorlarimizda har xil radiatorlar ko'payib ketgan. O'sha issiqqa, sovuqqa bardoshliligi past, o'zimizning oddiy antifrizda ham oqizib yuborishi yoki qanaqadir davleniya bo'lgan paytda plastmassalar yorilib ketish anaqalar ehtimoli ko'p bo'lgani uchun tavsiyamiz shu, mana hozir qo'ymoqchi bo'lgan radiatorimiz, mana shu radiatorni hozir sizlarga tavsiya qilamiz. Juda ham sifatli, yaxshi. Eng muhimi, kafolatni 2 yil davomida bizga xizmat ko'rsatib beradi. Qachonki yaxshi mutaxassis qo'yib bersa, chiroyli qilib o'rnatib, hammasi joy-joyida malakali mutaxassislar o'rnatib bersa va albatta yaxshi antifriz, sifatli antifriz qo'yib berilsa, xudo xolisa yaxshi xizmat ko'rsatadi deb maslahat beryapmiz. Rahmat aka, charchamang. Sog' bo'linglar. Xo'p, Cobalt haydaydigan akalar va boshqa avtomobil haydaydigan akalar, bu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilib yuringlar. Rahmat kattagon. Hurmatli haydovchilar, sizlarga kafolati 2 yil bo'lgan radiatorlarni qo'yishni maslahat beraman va albatta yaxshi malakali mutaxassislarga qo'ydirishni maslahat beraman.